Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana biz ishlayotgan xonadondagi bodom do'stlar mana. Ya'ni Ozarbayjon nomi bilan mashhur bo'lgan bodom. Bodomning kattaligini ko'rib do'stlar mana. O'zi kichkinagina meva ekan. Mevaning kattaligini qaranglar. Ko'rinib borayotgan bo'lsa mana. Stabilizatsiya yaxshi ko'rinmayapti do'stlar. Bu bodom 4 sm dan kichik emas, o'ta katta. Ma? Bodomni qarang, bodomni daligini. Do'stlar mana giloslarimiz ham pishgan, ko'rib turganingizdek. Do'stlar gilos. Bodomni qaranglar do'stlar, bodomni kerikligini. Shunaqa sortini birinchi marta ko'rishimiz mana. O'ta yirik. Bog'ni ko'rib turibsizlar do'stlar.